bo'ladi. Ichki talab rag'batlantiradigan muhim faktorlardan biri bu nimasi? Bu iqtisodiyot tilida inflyatsiyani darajasi deydi. Biz 9 yilda qulay biznes muhitini yaratib, tovar va xizmatlar hajm va turini ko'paytirganimiz, aholi daromadli qilib, kambag'allikning keskin qisqartirganimiz, kam daromadli oilalar uchun ham yiliga kamida 1 milliard dollar arzon kredit berayotganimiz, narx-navoni jilovlab, inflyatsiya darajasini bir xonali raqamga tushirganimiz natijasida aholining xarid qobiliyati 2 karraga o'sdi. Inflyatsiya darajasi bu yil 7.4% ga bo'lishi kutilmoqda. Bu juda katta natija, buni tushungan iqtisodchilar tushunadi. Birgina misol, mana shuni ham deputatlarga, xalqimizga aytmoqchiman. 5 yil oldin aholimiz yiliga 210 mingta kvartira, 5 yil oldin 600 mingta avtomobil xarid qilgan bo'lsa, bu yil 270 mingta uy, 1 millionta mashina sotib oldi. Bu nimadan dalolat?